Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hammamizlar birodarlar. Sport bilan 100 kun nomli challenge'imizni 13-kunidamiz. Kechroq video joylayapman. Yarim savollar kerak. Hazrat Umar roziyallohu anhu haqida qisqacha gapirib o'tmoqchilik. Hayotlarida bu voqea bo'lgandi. Hazrat Umar roziyallohu anhu xalifalik paytlarida suhbatlarda ba'zan bexossa kulib yuborar, ba'zan esa yig'lab yuboradigan, yana ko'ziga yosh keladigan holatlarni ko'rishadi yonidagi ayollar. Keyin bir kun oxiri Amirul Mo'mindan so'rashga qaror qilishadi. Yonlariga borib bir zot so'raydi. Amirul Mo'min ba'zan qo'rqishdan kulib yuborasiz, ba'zan esa ma'yus holda ko'z yosh to'kasiz. Buni sababi nimada desa, aytadiki, johiliyat paytlari deydi. Biz juda bir botilga, shirkka berilgan paytlarimizda butlarga sig'inardik deydi. Oddiy toshlardan ham butchalar yasab olashlarga sig'inardik. Bir kuni deydi, yo'lda ketar ekanman, safarga chiqishim kerak bo'ldi. Ibodat qilgan narsa olmoqman dedi. Fortunda xurmosi bo'ladi. Xurmolarni birlashtirib turib, ibodat qilish uchun bir but yasaydi. But yasab turib, shunga ibodat qiladi. Hamda yo'lda ketar ekanman, oxiri qornim ochdi deydi. Haligi butchani olib deydi, yeyishlikka tushdim deydi. Yani bitta yopishtirib chiqqan edi hali. But yasab turib ibodat qilgan. Endi shuni maydala yeydi. Hozirgi holatimni ko'rib turib, shunchalik narsalarga ibodat qilgan ekanmanki, menga foyda ham zarar ham bera olmaydigan narsalarga deb ba'zan kulaman deydi. Yani yig'lashimning sababi shuki deydi, kunlarda birda johiliyat paytlari qiz bola ko'rish juda bir yomon hisoblangan. Yani qiz bolani, qiz farzandni yaxshi kutib olishmagan ular. Shunda Hazrat Umar roziyallohu anhu ham johiliyat payti qiz ko'radi. Qiz ko'rgandan keyin xotiniga yaxshi muomala qilmaydi, jindek kiyilcha qo'liga olmaydi deb keltiriladi, adashmayotgan bo'lsam. 6 yoshga kirganda qizini yetalab cho'lga boradi, sahroga borib yer qaziydi. Yer qazirkan qizi otasini soqollariga chang qo'nsa chaynadi.